Xaladengiz sasiyapti, bijiyapti, sovuqyapti. Demak, siz sifatsiz xaladenni xarid qilgansiz. Bu ko'rib turganlaring zakazga chiroyli qilib berishadi. Sizni xaladengiz 40 ming, 50 ming tok rasxod qilib yuboryaptimi? 10 mingga tushsa bo'ladi. Optim yasaladigan joyga yetib kelganmiz. Namanganlik usta akamiz yasaylar. Xitoyliklar bizni aldab 15 millionga sotishardi shu narsani. Endi o'zimizda 8 million 300 bunaqasi bo'lmagan. Qanaqa joyiz bo'ladigan bo'lsa, magazin, tort, qassobxona farqi chiroyli qilib berishadi. Eng qizig'i bunaqa jaluzilar ham qilib berishadi. Bu ko'rib turganlaring 19,5 million. Aramaxda akamiz chiroyli yasab beradilar. Polkalar xohlagan razmeriga qo'ysangiz bo'ladi. Nirjavekadan. Hop, bunisi nech pul deganlarga 14,5 million. Bemalol ochib yopsangiz bo'ladi. Ichkarida muzdek havo tashqariga chiqmaydi. Tashqarida issiq havo ichkariga kirmaydi. Bu degani rezultati zo'r holatda beradi. Bu ko'rib turganlaringlar $100 eshikdan qo'yib qo'yishgan, juda ham zo'r holatda bo'ladi. Ichidagi suvlar tashqariga chiqib ketadi, rezultatini zo'r beradi. Bu betlarni ham 17,5 million qilib berishadi. Undan tashqari bu tomonda 5 million 200 ming so'm bunaqasi bo'lmagan qosob aka-ukalarimiz uchun tortlarga bu 6 million 700 ming so'm. Bu ko'rib turganlaringni ham chiroyli narxlarda qilib berishadi. Undan tashqari barcha turdeklar bor. Bu 9 million ichida svetlargacha bor. Eng qizig'i garantiyalarni ham berishadi. Kimga shunaqa sifatli xaladenliklar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nom bilan qoldirdik, Ravshan Medonimizdan qilib berishadi.